أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرحنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. و Deppagin sen Muhammed aleyhissalatu vesselam mene mümin musulmonlarga ol bir vaqt bo'lgan ahvolni olki mene ayırdık biz sizniki sebebinler olan denizlerini. Yani denizni, yani Kızıl Denizini mene qildik sizga çoğu sizning sebebinizde işte ayırıp berdik. Şunun bilan qutuldik biz sizni iqib ketishdan va g'arq yo'qotdik biz Fir'avnninki olini. Va anolki siz uni çok qarab turibsizlar. Meni zikr degan sen men ol bir vaqt ahvoldagi va'da qildik biz meni Musaga 40 kechini. Ondan keyin meni tutdingizlar qaliniki o'zini, ya'ni iloh deb tutdinglar Musa alayhisalom meni shu ketgandan keyin. Va anolki shu vaqt o'zida sizlar zolim edinglar. Ondan keyin sizdan biz afo qildik bundan keyin la'allakum tashkurun. Sizlar bir shukr etsin deb sizlarga shu afo qildik. Meni shu vaqt o'zida yine Deppaginki biz keltirdik Musaga kitobni, Furqonni keltirdik. Keltirishimiz nimishqa? La'allakum tahtadun. To'g'ri hidoyat, to'g'ri yo'lchi topsin deb mustaqil qildik dedim. Men Allah Taala bu ayette yine Beni İsrail'e qandaq bir in'am qilganligi ustida yine bu ayet şu to'xtaladi. Yani demek Allah Taala'niki Beni İsrail olan Yahudilarga meni o'xshagan bir shaklda, har xil shaklda mushundaq nima qilgan uni in'amchi qilgan. İn'am qilgandan buni eslatish uchun hozirgi sizniki davringda bor Yahudilar uchun dabba. Siz ularniki men ajdodi bo'lso'g'an kishilarga biz mishta in'am qilgandik. İn'am qilgandan shu in'amniki sababida bular hozirgi kungacha mishta yashab keldi. Kelgandan keyin buni asli aqli odam bo'lgan bo'lsa bunaga shukr qilish kerak. Shukr qilishliki bir nimsimi? Mana u Muhammad alayhisolamga iymon keltirish, islom diniga kirish bo'lgandan keyin sen buni uni dabba degan mazmunda shu. Endi Mene Musa aleyhissalatu vesselam'a Allah Taala mene qandaq in'am qildi. Bu in'amniki yuqorida yine bir qancha umumiy in'am qilganligi ahvolini dedi. Uniki ba'zi kelimalarni aytdi qisqa va uniki yine shunun ustida davomlashtirib, ya'ni uniki tafsil emas, umumiy tarafdan biz mushta in'am qildik. Biz dengizdan qutuldik, Fir'avnni g'arq qildik, ularni cho uni g'arqchi qilmadik. Digeledek, şundak Furqanni, yani Tevrat'ı düşürdük. Digeledek, ben muşta inamlı çok kıldık. Kıgan deyken hem de bunu asasen, bula yüzdeki boğusundaki kıganıga bunu çok bildi. Bilgendeki muşta asasen ne meksin bulan, ben şükür kıgaga asasen, bu çok iman etsin, Müslüman olsun, ondak çok kımısın. Digen ne buldu, gepçi buldu. Men Allah Taala ve iz faraqna bikum. Ve iz faraqna deganki uzkuru degan ne bo'ladi? Gapchi bo'ladi. Unda olkin ve iz faraqna degan gap yuqorqi oyatniki va uning yuqorqi oyatda men yuqorqi oyatning o'ziga nima shunga atib bo'lgan bo'ladi. Yuqorqi oyatning o'zi
Ya bani İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Degan mush oyatdiki aşı nima oyat var. Yani en'amtu aleykum enni faddaltukum degan aşağı nim bo'lgan bo'ladi dina aytib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni hey bani İsraillar zikr qilinglar ne'matning. Yani unda bo'lgan ekan bu yerdagi va iz farahlar degan gap va degan aytib bo'lgan bo'ladi. Ni'mati aleykum. Yani ni'mati lati an'amtu degan ash ne'matining bo'lgan bo'ladi, aytib bo'lgan bo'ladi. Uniki oldidagi ya bani İsrail azkuru degan gap buning 5-chi kelgan bo'ladi. Hey bani İsrail sizlar assangizlar ol bir vaqtda bo'lgan ahvollarni ekan biz ayirdik biz. Sizniki sababinglar Qizil dengizni qildik, ayirdik. Ayirgan vaqt o'zida men sizniki dushmanlaring bo'lgan, men ash Fir'aun askarni hilak qildik, sizni cho'q qutqazdik. Men mushu aslarni qilinglar, assanglar deydim. İsfarahlar degan gap, yani İmam Suriyyi rahmetullohi alayhi degani falahna degan ne bo'ladi, gapcho bo'ladi. Yani farahna degan gap, faraqa yaproqo farq deydi, uning degan gap ayridi degan-chu gap bo'ladi. Bir narsa bir yerda tug'an bo'lsa, ikki bundaq butun, uni ikki parcha qilib işte ayrig'anligini o'zini deydi, uni farq deydi. Meni farq deb, meni kishilarniki beshidagi işte ayrim uyurib qolchashning o'zini deydi, uni farq deydi. Shuningdek, meni haqlar naqniki o'tirisida ayriydigan narsalarning o'zini deydi, uni fariq. Nima deydi? Farq shu deydi. Unda o'nkin falaq degan gap bilan faraqaniki har ikkilisiki ma'nisi o'xshash. O'xshash bo'lib, bu yerdagi faraqlar degan gap, ya'ni nima degan gap? Falaqna degan shu gap bo'ladi deydi. Mana bikum degan gapning o'zi bi sababikum degan nima u gap? Yani bu yerdagi baning o'zi, mana baning o'zi bir qancha ma'noda shu keldi. Shuning ichidagi bu ba nima va bu sababiyat uchun kelgan ba. Yani katabtu bil qalami. Sababiyat uchun keldi. Men sababiyat uchun kelgan vaqtida uniki, meni baniki o'zi bu yerda emas, sababiyat uchun bo'ldi. Yani biz ayırdık biz sizniki sebebinizden. Yani bo'lmasa Alloh taolo bu dengizning o'zini nima qilgan, hammasi undaq o'ttirdi, yo'l ichilib, ikki parchaga bo'linib, undaqchi qilmaydigan boshtaqqan. Bu ish quruq bo'ldi. Quruq degan boshqa, dengiz degan boshqa. Dengizniki o'ttirsida olib borib, men bu yo'lda shundaq bir qancha yo'lniki o'zining ichilishi, bu nima bo'lgan? Asli Alloh taolo hammani o'xshash yaratgan, ammo sizni qutqizish maqsadida men Musa alayhissalom yani şu Beni İsrail'in üzerine şu bir keçidiler hemen toplap şuna bir kanç 100 bin hem de bir kanç. Şu Yahudilerin üzerine şu Firavun'unki zulümünden kurtulduğu için kantakan şu Mısır'dan şu Kenan yani Filistin tarafı menip aşağıda Kızıl Deniz'e çok geldi. Kızıl Deniz geldiği vakti üzerinde bu yerde deniz var. Denizdeki o tarafı Suvaş kanalı şu etraftan hazır Suvaş kanalı vatkan. Şu etraf kelgan vaqtida u tarafga o'tishi yo'q. Keynida men 5-600 ming Fir'avnning askar qo'g'lab keladi. Kelgandan bu yer amal yo'q. Shunga Alloh taolo sen u yerdan o't. O'tib sen bu dengizning o'ziga sening qo'lingdagi shu aslining o'zini ur deydi. Ur degandagi shuning bilan u yerda shu Qizil dengizning o'zi men tog' yani tog'dak ashtaq suvning o'zi mushtaq turib o'ttirdan 12 dona yo'lchi echildi. 12 dona yo'l echilgandan keyin shuna Musa alayhissalom meni mengildab o'zi boshlab etmanglar bularniki o'zi shu dengizniki shu yo'l oppoq ya to'plan deganidek ashtaq yo'l olib bu yerda shu o'tdi. O'tgan vaqtimizda o'tishning oldida bu Fir'avn kelib surib kelgandan keyin shuna voy bu mushundaqni o'tib ketdi bular dengizning o'zidan. Biz qanday qilamiz bunga? Bizga bunday nima desa o'tdi deb, men uni o'tdi. Shundan mangan vaqti o'zida bu dengizni o'ttirib kelgan vaqtda Allohning buyrug'i bilan ularni suv va dengizning o'ziga ularni hamma g'arq qildi. G'arq qilib malika Musa alayhisolamniki billa Musa alayhisolamni epmagan Fir'avn bilan shu Yahudilarning o'zi bu yerda qutuldirib, u tarafga keyin yana hozirgi Sino yerim ardiyotgan men aşağı shu o'tdi.
aşağıça ütüp aladı. Ötkendeki bu ahvalların üzerine şu ötken Yahudilerin üzeri öz gözüyle görüp çoturdu. Ütüp git şamanlarına Yahudinin birisi kalmay. Ağıdın qarab baksa şu yıllık Firavun'daki askerleri vay keldi en tutuvaldı dep açtak endişik tutuşmu. Musa Aleyhisselam size onu gam kılmağlar. Bizde Allah Teala kutuldurdu. Onu da hatırlayacağım bulunan dep ulaniki ruhi tarafta teselli bir başta tuturdu. Tuğandaki ülket kişi aman Allah anadaki uyada şu Firavun'daki askerlerin hemmesi galıp şu ülüp ketdi. Ülüp ketken vaxtida Firavun'un üzümü çoğu öldü. Ölgendiki şu an gar-gur qavaqçıda şu çağda andik Firavun'da nim deydi o amantu bi Rabbi Musa ve Harun. Men emdi Musa ve Harun'niki Rabbiga iman ettim deydi. Degendiki şu vaxtida ne söylüyor Yunus'ta Allah Teala el-an hadir iman ettim. Bu avazı iman etkan üzüm nim kumaydı can müştak gidek qavaqtı etkan imanın üzü bu eskatmaydı o. Dep anıdikin nemi deydi onu dikin Allah Teala seninki bedenini biz hadir nem kıldık kutulduk. Bu bedenimizi qağan askerlerin qağan adamlar hemmesi u yerda yo'qab undaq şu ketmay seninki bedenin üzü qandaqtırdı şup betim turib mushtaqcho qildik. Nimishqa liyakuna ayatan liman khalfak. Yani seninki aqandı kelgan kishilarning o'ziga bir nim bo'lsin, o'g'an bir alomat belgi bo'lsin. Yani haddidan ziyoda mushtaq mustabid zolimlar olib, uningdan chekidan eshib men Xudo degan bo'lsa, mushu tog'ut zolimlarniki ahvol qanday bo'ladi? Bu bir sana bana ibret olsun. Bunu kişilerin yüzü közüne körsün dep seninki bedenin yüzüne onu hiç kadar yok atma. Şu bedenin kıldık onu saklapçı açtık koyduk. Diyenim var ayet çoba. Benim şu ayet kasasen Firavun'unki bedeninin yüzü çoba. Yok ap ketmedi. Bunu hazır kadar işte Mısır'da yani mukaddes saklavadı. Bu saklaş arkalık açtık kaldı. Bu Allah Teala'nınki kudret olan men 2000 yılınki aldıda boğan bir adamniki bedeni aşağı turuqluq. Bu nima? Men bunundaki kelgan, onundaki kelgan her xil nima zalimlar var. Şu zalimga bu nima bo'ladi? İbret oldu. Men bular yer şarının özüde en çoğ imparator kurup bunundan üstün keladigan hiç qanday bir narsa yo'q deb bir önning o'zi Velid ibn Musab yani Rayyan degan bir ismi şu. Yine birisi Kabus. Bu şu isminin üzü olan men Amalika. Şu vaqtda Mısır'ni başqurayotgan Amalika deydigan bir sulala var ekan. Şu sulanın üzü 3000 yıl etrafida aşıdan nima qilgan, men hokimiyat surib ekan. Bu Mısır'niki şu vaqtdagi tarixida Mısır şu Nil daryosiniki vodisi bo'lgan ekan, u bu yerdan kelib shu Arab yarim orli Afrika shimol tarafi shu Liviya, Jazoir, onundaki Sudan tarafdaki bir yer kelib o'rtalashga adangan. U yerda andiki rasmiy shaharlashib, ularniki shu 3000 yilda hokimiyat surgan. Surgan vaqtida onundaki andiki qandoq bo'ldi andiki o Belastin'in üzerinde bir yerde açık olup şundan Müslüme yüz versem andaki balların iş olur yüzde deydi. Digendikin o yerde andikin yeni açıklık ketkendeki şundan yüz versem başladı bakende yak versem bulup şuna 70 neçe kişinin elip Palestin'den uyar şu geldi. Uyar gelgen vaktimizde o Musa'nın mene yüz versem uyar Allah imtiyazı erişip şu canımızdaki bir önlüke mene Gazze'nin soldu nazır yani vezir oldu. Vezir olup şunu onu dikin ola çok işini tutudu. Tutkaldaki bu işimizi Musa Aleyhisselam'ın zamanında 300 yılda etraf ötüdü. 300 yılda etraf yıl ötkendikin bununki sani köpüyüp ulanıki her taraftan boğan nüfuzu ve şöhreti eşip onun koluğa pul kirip Allah'ın buldu. Bunun kartı anladıkken yerlik bu nim boğan Mısırlıkların özü bunuğa çıdımay anladıkken bir önlük küçüketip şuna bir önlükü üzen bir çal düş gördüğünü aldığın dersimizi geldik. Muşumdak Kenan taraftan yani Palestin taraftan bir otniki kelgenligi Mısır'a onunki bu otniki üzerine Mısırlıların emmini köydürüp atkanlığı ama bu Yahudi olan ayet kelgen ak kullarının üzü hiç kandak kılmağını bir düşünü gördü. Köygendikken bu andaki kahillerden bunu deydiğin gibi. Digendikken andaki kahiller dedi ki demek şu Yahudilerin içindeki bir balı çıkıp toğulup bu balın üzü senin hakimiyetini yürüvadı diken.
sening hokimiyating yo'qolib ketgan, mushun qo'lida halok bo'ladi ekansan degandekin, shuni ular andekin bular qanday qiladi andekin o'g'illarning hamma tug'ilgan o'g'il bolaning hammani o'ldirdi. O'ldirib shuni buyruq qiladi. O'ldirib andekin qiz bolani hech qanday chaqilmaydi. Mushunda bir ahvol shu bo'lgan. Shu vaqt o'zida mana hozirgi bizniki shu qutuldirishning o'zi, shu vaqt o'zida bu voqeaning o'zi Muharram oyining 13-kunicha bo'lgan. Yani hiladi, nima hijriy nima bilan shu kunning o'zida Alloh taolo Yahudilarning o'zini bir o'ndan qutuldirib, shu Misrdan mana shu Falastin tarafga, ya'ni To'ri Sino tarafga o'tganliginiki kunichi 9-kunichi, 13 kun, ya'ni Ashura degan kun shu kuniga nima kelgan, muvofiq shu kelib qolgan. Kelgandiki shu kunning o'zida mushlar ishlar bo'lgan. Endi bu yerda al-bahr degan nima? Al-bahr degan dengiz degan shu gap bo'ladi buniki arabcha, uyg'urcha ma'no etsaq, dengiz degan gap, yeliq dengiz degan gap. Yeliq dengiz degan vaqtida buni shu vaqtida Qizil dengizning o'zi hozirgi davrdagi Qalzum deb shu ataydi ekan. Hozir buniki o'zi arabchada al-bahrul ahmar, Qizil dengiz deb nim qiladi, atiladi. Ya'ni ba'zi nimaning o'zida bu Qizil dengiz o'tgan vaqtida ularning o'tgan yeri shu Arab yarim orniki shu janub tarafda shu yerda bir yerda o'tgan deb qaraydigan kishilar bor ekan. Shunda bir rivoyat bor ekan. Lekin eng ishonchli bu yerdagi eng asosiy nima? Ya'ni Qizil dengizdagi Oq dengiz tarafiga tutishadigan, hozirgi Suvesh kanali deyotgan aşağıdan shu o'tgan. Chunki u yerda o'tiblar andikin bular u yerda nima qiladi? Sino yarim orliga keladi. Sino yarim orlining o'zida u yerda bir mezgil turdi. U yerda Alloh taoloning buyrug'ini ko'z ko'rib turib, mushundaq mana Allohniki ular bag'i in'om qilgan, iltifot qilgan hamma narsa ko'rib, ular har xil xato, yomon eski ishni cho'qildi. Qandikin shu ulardan alda buniki o'qildi bir qancha varaq bor. Shu yerda andikin Alloh taolo uni jazolab 40 yil aşağıda To'ri Sinoning oradan u yerda chiqolmay, aylanib shu yerda o'tgan gap. Ya'ni bugun mangda yeni kichkida chiqolmay mushunda qilib 40 yil atrofidan buning o'zi minglan va Falastin kirib ayak zolim bilan urushib, u yerni elanlar, yangilar ubda turmush ko'rishsa unmaydi. Unmaydi deydi. Biz mushat turli, fazab anta va rabbuka faqatila innahu qaidun. Sen Rabbinglar berib ishkan, u yer urush biz mayada tuttursaq deydi. Degandekin Alloh taolo shuni buni jazolab 40 yil atrofida shu yerda To'ri Sinoning aşağıda ezib, aşağıda chiqolmay, bir yerda oynab aytib yuriydi. Buni uqmaydi. Shu jarayonda andekin Musa alayhisalom vafot etib ketdi. Vafot etib ketib, uniki oldinlarda Kimo Harun alayhisalom undan o'lib ketdi. O'lib ketgandiki shu vaqtda shu Misrniki Fir'avnniki qo'lida ezilib, qilgan cho'ng kishilarning hammasi o'lib, uniki o'rniga anadiki u yerga kelganda yengida tug'ilib, yoshlar chiqdi. Yoshlar chiqqan vaqtida Yusuf alayhisalom o'sha payg'ambar bo'lib, undiki Davud alayhisalom zamoniga kirib, undiki Falastinda bo'lgan oyani ularning qildi, ya'ni ozodchi qildi. Mushunda qildi. Chunki ularniki bir qancha 100 yil meni avlatda shu mustamlik tug'andikan Fir'avnniki zulmi bularniki ichi kirib ketib, har giz bir nimiga, bir tajovuzchi, bir zolimga qarshi tura olmaydigan. Ruhiy tarafda shundoq sulib, ruhiy tarafda rasmiy ezilib, hech qanday kelmaydigan bir holat bo'lib qolgan. Men shundoq o'zi ko'rib turib, mushtoq qilinsak, yo'q biz turibdi. Voy bu kunda qilolmaymiz, qo'rqib ketdik deb. Hattoki, ya'ni o'lgandiki Fir'avn o'ldi desam bo'lmay, voy yana oshib qolamiki deganidek oshunda qo'rqinish holat bo'lib ketgan. Mushunda bo'lib ketgan. Men mush gapni tushundim dedi. Biz sizniki sababinglar deydi. Baniki o'zi nima u yerda? Meni sababiyat. Nima bo'ldi? Sababiyatchi bo'ldi. El-Bahr degan shu Qizil dengiz. Ya'ni El-Bahr sizniki sababinglar dengizning o'zini ikki parcha qildik. Ya'ni yo'q deydi ma'noda. Ma'ayat o'zi umumiy bo'lgandan uningdan boshqa so'zlarning o'zida ayrim yerishning o'zi o Bani Isroilniki 12 dona nusvati qabilasi vaqti. 12 dona qabilasi har bir qabila birdan o'ssin deb Alloh taolo olimni qilgan deb 12 dona yo'l qilgan. Yo'l qilib ashtachi o'tkazib ketgan. Mayadamda
Bu umumiy, tafsil emas. Boshqa oyat, boshqa nimaning so'rining o'zi tafsil to'xtaldi. Hattoki meni ko'rdingizlar shu dengizga. Dengizga Musa alayhisolamning qo'mondonligi bilan, u yetakchiligi bilan ular nima qildi? O dengizga kirdi. Evet, mine kaçkan aletde sizinki düşmanlarım deyin. Sizinki düşmanları arkada şunda 6-700 bin askeri kolu bastırıp aşağı kivatkan get. Kelgendikin ola vay tutuvalıdı, öldürüvadı, hem kanda kılamız, jar, jur, var, urkandikin. Şu an Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahiy kırıp sen bunu ölsün. Ötken vakti sen kolundaki aslını aşağı ur deydi. Urgandaki şu an otomatik aletde bu denizin üzerine resmi, şu an toxtab, su resmi toxtab, o yer tağdak sonun iki taraf örülüp oturda andık appak yol ütüp o yol bulup ondaki her bir kabilenin üstü şu an ötüdüğün aşağıda düşüp geldi. Mesela şu boğan. Mesela kaşkanıydın. Şundan fenceynakum minel gark. Şundan biz nim kıldık onu silni ekip geçiştin şu kutkazdık. Nim kıldık kutkazdık. Ve gark kıldık biz Ali Firavun'niki yani Firavun'un kavmi yüzünden bildiler onu nim kıldık onu biz onu su garkça öldürdük. Dep müştakçı deydi. Mene bu Vaolunki sırf bunu katsan körüp durursan. Yani denizdeki o tarafı ötüp, mene Sina, Turi Sina yerin tarafı ötüp, aş denizde aşağı Firavun'niki askerlerin suda aş garik olup ölüp git var jur, jar jur aşta katkalığını. Aşını ulanıp tuğan onu köz körüp tuğan. Men muşunda qalatını qattoqsu körüp turtunglar. Şunda qalatda biz köygünün halatda biz ulanı garip onu üçün yo'qotdik. Men bu sizlarga nisbatan eng cho'ng nima? Nimishqa? Çünkü bir milletninki, yeni bir milletninki qo'lida kirishda, hokimiyatninki o'zidan, qutulishninki o'zi, bu hokimiyat yani bu Fir'avndagi haddidan ziyod shundoq meni xorlab, jismoniy va ruhiy tarafdan va moddiy va ma'naviy tarafdan har tarafdan nima qilgan buni azoblagan. Meni jismoniy tarafdan ular ko'tarolmagan darajada eng og'ir mushaqqatli ish soldi. Men bikatumay, qo'lni o'rdi, qo'l boshda qildi. Mene her igiz binalarını, yol, bina aştaklara salıngan, onun başka işini kılalaygan, hemmeden bekatuma işini başta kıldı. Ama manevi tarafta kanda kıldı. Manevi taraftan ulaniki ruhini şundak sundurup, pes açta harlap, ayallarının üzerine onu öldürmey, onu kul kırıp, o halis hutun kırıp, kandaksı meyle aşdakçı kıldı. Men bu iş şu Fir'avnni Yahudilarniki, er kişilerinki hem cismani en ağır oğunu ruhi taraftan boğan nima gurur ve vicdanın numus kılım kıldı aşağı tegildi. Tek ulanım kıldı mene bunun ötüdüğün artık bir nima yok. Bir neçe zulümçü yok. Bu nima mesela ziminde yaptı, nima yaptı hamakul. O bir gap besiyaptı da hakim yok tuttu. Ama her bir adamniki onunki aldığı ötüdüğün hiç kanda bir mukaddasat, dini itikat ve nima ayallık namusuda ibaret olan nerse bunu doğru kelgan bir nerse şu yok. Yani bu yok. Bu yok olan diken bunu tegip onu apırıp açta köz aldı da onu işletip aşağı her kıl hizmet serip o yelaki mesela otur yaşı onun kağalığını ama yaşlı olan bolsa onu apırıp hutun kırıp kol kırıp men muşunda hakaret közünün onu aldı da men muştak söylep epçik ettik başta çok kılıktı. Bunu ona andıkın Allah Teala men sünnim kıldı mene umumi taraftan hakimiyetten men bulanı kutuldurdu ki bu zalim mustabid muşta hadidin eşip ketken muşundak nime zalimlerin üzerinde bu kutulduruşu üzeri bu acayip bir nime o nimet. Bu nimetninki üzüge men ukka adam bunu bildi. Ukmayga adam şu bunu bilmeydiğin gap. Ukuşunun üzü ulanın üzü mustaqillik hürlük azatlık degen gapni üzü bilse, düşense, uqsa, andaki bunun təmini törse, andaki muştaq olsa oldu dep onu çıqqa vaxtida andaki bildiğin gap. Eğer onu bilmey tatip qalsan, aşındak 3 yıl yakşındak şu Allah Teala Musa Aleyhisselam peygamber evetsimi, onu unmayın işleme korkup gitip açtaqan bolsa, o açta alet bolğan gap. Onda onkin bununki aldığı ötüdüğün özünki menen millet olup, menen millet xalq olup, xalq menen yeni bir xalq tarafından iziliş, muşharılış degen bu hakimiyet tarafından kurtuluş degen o acayip bir nime o, çoğun bir nimet. Nime o? Onu da kurtulgan deken
bu yerda apırıp mana shu vaqtniki oldida ular eng ustun kishidi. Ular nima desa o'zincha qildi bu. Nima? Piron askarlari. Va hatto Xudo deb qilib yer shari uzda bizdan mana katta bir kishi yo'q deb ashtachu nima qildi ular qildi. Uni dekin uni yo'qotdi. Uni g'arq qildi, yo'qotgandan keyin uning o'rniga Alloh taolo ularga nisbatan birga keladigan, o'ziniki ham ishni o'zi qila oladigan, ya'ni uningda boshqa Alloh taolo alohida men o'zi Musa alayhisolamga meni Tavratlarni tushirish orqali uni nim qildi, mana mush yo'lda men deb alohida nim qildi, inom qildi. Qilib mushtaq qilinglar deb ashta shu nima qilgan, uni inom qilgan. Men bu ne'matning o'zi, men bir millat, bir xalqning o'zi ashta mustamlik bo'lganligida, men mushu zolimning o'zini bir kunning o'zida osmon zamin farqlantirib, uni yo'q qilib, uni mustamlik qilib, mani uni nima qilishi o'zi, g'alaba qilib, uni mustaqil qilishi o'zi bu cho'ng bir ne'mat. Cho'ng bir ne'mat bo'lib, o'zi deganida o'ziniki umumiylik qanday bir e'tiqod, qanday bir tushunish, urf-odat, til va g'azab hamma o'z erkinligi bilan shu qila oladi. Qila olgandan keyin o'z qila oladigan gap, unda g'ururi, vijdoniga, nomusiga tegadigan bir ish yo'q. Unda bo'lgan har odam o'zniki tushunsa, o'zniki millat bo'lib, meni yashab kelayotgan odat bo'yicha nimqon bo'lsa, bu eng cho'ng ne'mat. Buningki oldiga o'tadigan bir ne'mat yo'q emas. Dindir nima boshqa. Va antum tadrun. Ya'ni sizlar va'lolki sizlar qaraysizlar nimaga? Dengizniki ko'mtirilganlikka ularning ustiga. Dengizning o'zi tog'dak bo'lib, tog'dak mushtoq deb qo'yib taxti yo'l, uningdan ular shundoq chiqib shamanlamda bu tog'dan iborat bo'lgan ikki tarafdagi mushtoq shu binodagi ko'tarilib turgan tog'dak suvning o'zi dum ko'piriliblar, aşağıda nimqatgan ularni yo'qchi qotgan. Men mushunda holatda shunda qiltinglar, mushunda vaqtda shunda qilib, siz uni ko'rib turdinglar, ko'rib turgan holatda biz sizniki dushmaning bo'lgan, siz mushunda haqorat, mushunda kamsiz izishni iborat bo'lgan dushmaningni biz nima qildik? Dengizga qarshi g'arbcha o'ltirdik. Men buni nima qilsizlar, buni eslanglar. Buni eslagandan keyin, hey, payg'ambar alayhisalom davridagi nimalar yovdilar. Siz bovangni mushtaq qildik. Agar biz unda qilmagan bo'lsak, qanday qildi? Fir'avnning o'zi bilan Musa alayhisalom payg'ambar avatib unda qilmagan bo'lsak, u chog'ingizda sizlar Fir'avnniki yurgizayotgan siyosat bu sizniki tüp yıldızın neslini hem kurtup etişti. Tedrici holatda. Müşinaqanda kişini hemen öldürdü. Ayollar kişinin üzerine onu bir erkeğime başka bir taraftan açtık. Mısırlıklarına açtık kandikken. Bununki millet oluşu itibaren hem misliki yok oluş girdavuşu kep kalıdı. Bunun koluza kep kalıdı. Kep kalanı bunun maksidi şutti. Onda hemen kırıp etişti. Kırıp etişi oğandikken Allah Teala benim Musa Aleyhisselam evet şarkılıp bu da Allah'a ait imtiyaz kılıp rahmet kılıp Allah Teala şu kıl harlık şu kıl mustemlikten Kutulup kaldı, atanı çıktı, çıkkandıki onundikin yine toy kılıp, yeni muşudak balvak olup, andaki sili şununki nesilde geldiğine. Eğer biz onu kurtulduğumdan olsak, onun hemisi yok algan olsak, keremdiğine, bulandığı dünyada yok oldu, yok alıp getdiğine. Men bu yok olmay hazır müşahadet kelgenliğinizi, men çoğun bir nime o, nimet, bunu essanlar, biz bunu şu kıldık, kandikin, onda var ki Muhammed Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam dek unimo, Allah'ın kimi şurada pütkül kainat, pütkül halkı evvelken bir peygamber, onu işine, onu uçun, nemlisi makuldan, İslam dini kironan, diyen nim bulur veya da gepçi bulur. Ve izvaetna, Musa erba'ine leyleten. Ve izvaetna, diyen gep, yakurtke yine, nimigetfina ni'meti. Ya bani İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni fazdaltukum alel alemin. Diyen ayetteki ni'meti diyen yenginin boludu, etip boğamlıdır. Yani bunu diyen ki, hey bani İsrail, eslanlar. Bu bir nimet. Men bir qancha nimet sarayda 3-4-chi oldu, 4-5-chi. Men muşu nimetnin ki, yeni ötüp, yeni bir nimet doğağı sizlik bergen, o nimet qavun. Men şu vaqtın üzerinde biz Musa'ga nima qildik, va'da qildik. Kimga? Musa'ga. 40 kelkin nima qildik, va'da qildik. Men 40 kelkin va'da qildik. Nima qadisa, birimiz biz Musa'ga şu 40 kelkinlik üzerine men tugatgan vaqtida Tavratni shu bilamiz. Nima qadisa li ta'malu biha. Şu Tavratning o'ziga amal qilish uchun. Mushtaqchu birimiz. Mushuda bir nimatni qildik. Mana buning o'zini sizlar nima qildik, buni sizlarga cho'q qildik. Ya'ni
Musa aleyhissalatu vesselam Allah Teala bunu Fir'avn'ninki aç zulümüden Kızıl Deniz'in ötküzgen keyin ulağa alan ulan. Şu Allah Teala bu şu çağımızda bu Yahudiler deydiken. Yahudiler ütüp hem de Allah Teala bizi kurtuldurdu. Hazır bir şey keldik. Kelgendikin unda olsun Allah'ı bir desen. Allah'ın yüzündeki ahkam, şeriat neyimizi muşunu benim kan bolsa, bizi dep bergen bolsa, biz şundak mangan bolsak deydi. Digendikin Allah Teala şuna Musa aleyhisselam deydiken, men bu yerde 40 gün deydi. Yine bir yanın yüzünden Allah Teala asli 30 gün. Salasiner yomen. Meni 30 gün nima qildi va 30 gün Allah Teala'nın o'zining dargohi bo'lgan, mushu To'g'ri Sinodagi Tur degan tag'ining uziga u yerga nima qilgan 70 odam tanlash orqali u yerga chiqqan. Bu yerga kelgandan 30 kun aşağıda tursan mening huzurimda, tug'andan shundan rasmiy uçağınızda nima yer rasmiy ma dunyoviy ishning ko'zidan uzilib, rasmiy ruhiy tarafdan uçağınız rasmiy o'nin bo'lib, undan andaki nima qildik unaga yine qo'shib 40-10 kunni nima qildik? Meni qo'shdik shundan ta'atmamlar shundan 40 kunni o'zi tamomladik. Mayadam 40 kunni deydi. 40 kunni degani shu. Ya'ni demak Allah Taola'nınki dargohi borgan vaqtida u yerdagi vaqti o'zi 40 kun bo'lib ekan. 40 kunning ichida andaki Musa alayhissalomga Tavrat tushib ekan. Tavrat tushib buniki Tavrat tushganning o'zi shu oltin zabarjat ashta yozilgan, ashta bir shaklda tushgan deydi. Shuni bilan birlikda sohub va alvah deydigan nima var? Narsa var. Bu alvah bilan Tavratning o'zi har ikki ba'zilar bir deydi, ba'zilar ayrim deydi. Deb mushtaq cho'qildi. Kelgan vaqtida andiki bu yerga keldi. Kelgandiki Musa alayhisalom qarab baqsa bu odamning o'zi ya Alloh taolo ilhom qilib u yerda o'qtirdi. Sen aya ketishni 40 kunning ichida bu seniki adaminglar senin adamınki yani Yahudilar qilib qolgan Yahudilarning o'zi ezib hozir to'paqqa men sayda qilib Xudo deydigan bo'lib ketdi degandiki shu yerga kelib hadi Musa alayhisalom otchi kelib o'shada kelib andi qo'lidagi alvahni tashlab sundirib undan o'zining inisi aksininki o'zini shuni u yerga olib chochni soqolni tutib sen nimunda qolding buni binas demidi mushta ezib ketsan qolib turdingmi deydi degandiki shuni Harun alayhisalom dedi ekan hey opamninki qirinchi sen oldirma. Men bu ishni bunda qilishimda agar ash to'poq ibodat qilmasa degan vaqt qat'iy bo'lmaysam o'chani o'zidan chiqib ochib ketdi. Büyünüp ketdi. Men shuniki qo'rqib, men ularni nima qilmadim, gap yo'q qilmadim. Shu mushta olib ketdi. Deb shu vaqtimizda ularniki to'poqqa ibodat qilib bir qancha ming bo'lib ekan. Ammo qilib qolganlari Harun alayhissalom bilan bir qancha ishlar shu ketdi ekan. Shu vaqt shunda bir ahvollar shu bo'lgan. Mayadamda Musa alayhissalomga mayadam iz Vaatna degan gap va'da yaidu degan va'da qildi degan gap. Bir adam va'da qildi degan gap. Ma'noda va'da yuaydu muadatan bo'lsa o'changizda bu ishtirok. Ya'ni bir-birisiga nima qildi? Va'da qilishdi degan cho'q gap bo'ladi. Bir-birisiga va'da qilishdi. Ha, falon vaqtda ma'adami deydi, o'mi deydi, falon ko'rishimiz mundaq bo'ladi deydi. Ha deb ish kelishsin. Mushtaq degan bo'lsa o'rtaq holatda kelgan vaqt muayyanlashtirib, yo joyning o'zini bu nima bo'ldi? Va'dalashgan bo'ladi. Bunu nima deydi arabchada? Va'atna. Yani va'dlashdi bo'ladi deydi. Lekin Alloh bilan Musa alayhisalom va'dlashgani yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, bu yerdagi va'atnaniki ma'nosi nima? Bu sulasi mujarrad bo'lgan va'atna. Yani va'da degan ma'noda. Yani Alloh taolo Musa alayhisalom mushtaq shu va'da qilgan. Mushtaq kelgan vaqtida men sana bir o'zimniki qandoq insonlarimiz qandoq ish qilsa bo'ladi bo'lmaydiganini men uni deyman. Mening ahkomimni sana deb berma deb va'da qilgan. Va'da qilgandan buniki ma'nosi nima bo'ladi o'changizda? Va'atna bo'ladi, va'da qilishgan degan shu bo'lmaydi. Deb mushtaq shu deydi. Nimishqan? Chunki Paala babida kelgan har qanday pulning o'zi ashta ishtirok bildirdi degan gapning umum qoidachi emas. Ko'p vaqt shundoq. Lekin ba'zi vaqt o'zida Paala babi kelgan vaqt o'zida buniki ishtirok emas, sulasi mujarrad bo'lgan Paala vaznidagi ma'niki o'zichu keldi. Bu odatda nima? Jiq. Arab tilida nima u? Naytijiq. Jiq bo'lgandan keyin bu itibardan unda kelgan ish shu bor. Unda o'ndan bu yerda va'da qilishdik degan shu bo'lmaydi. Yoki va'da qilishdik degan, ya'ni Musa alayhisalomga Alloh taolo sen mushtaq kelsinki odamni talab qildi ekan, ash To'g'ri Sinoga kelsan, kelganda 70 odamni erib, bu yerda andiki u yerda bir mezgil tursan,
Tuğandaki şundan sana Tevrat degan bir o'zini kalomini beraman. Bergandiki Musa alayhisalom dedi, ma'qul dedi. Degan itibarni ba'zi olimlarning deyishicha, bu ikkisi mushundoq va Alloh taolo ashta degandiki va'da qilib, Musa alayhisalom ma'qul degandiki shuni va'da qilish deb ma tarafdan qarab shu va'atna dedi. Degan bunday bir ko'z qarashmi cho'p bor. Mana İmam Suyuti bi alifin va duniha deydi. Yani va'atna degan bu lafzi ilip bilandir. Yani ta'ala babıdındır ve o nemidir o ilipsiz. Yani ilipsiz ki bazı rivayet, bazı qarilarning o'zida va iz va'atna deb o'qiladi. Bazı qarilar shunda o'qiydi, bazı yani hafiz qarilarimiz o'qib va iz va'atna deman va iz va'atna arba'in Musa arba'in laylatan deb bunda o'qiydigan shuni bor. Bunda o'qish sabab shu. Uning ilipsiz bo'lgan vaqtida uning ma'nosi osh bo'ladi. Agar ilip bilan bo'lgan vaqtida hozirgidek men Musa alayhisalomga Alloh taolo mushta degan ekan, kel degan ekan, amaqul degan shu itibar ikkisi mushta va'dashganda bo'lgan ekan, bu itibarni va'da dedi deb bunda shu deyiladi. Mana endi va'da qildik biz Musaga 40 kunni dedi. 40 kechini 40 kechini va'da qildik degan gapning o'zi bir ulg'ich 40 emas. Bu yerda boshda 30 ni qilib, undan Alloh taolo 30 ning o'zi 10 kunni qo'shib shuna 40 kunma 40 kun cho'qon. Bu 40 kunning o'zi Zulqa'da oyining 30 kuni, andiki Zulqa'da oyining kelgan Zulhijja oyining 10 kuni shu bo'lgan. Mushu kunlarda shu bo'lgan. Shu kunning o'zi nima deydi uni 40 kun deb mushtachu qaraladi. Mana mufassir olimlarimiz mushu kunni shu belgilandi. Ya'ni Zilqa'da ayınınki 10 kuni, nima 30 kuni, Zilhicce ayınınki 13 bilan qo'shib 40 kun bo'lgan deydi. Şu an İslam dinimizde 40 kun bo'lishning o'zi nihoyat muhim. Buni qarta şu an bir tabliq uya bir chiqishga 40 kunlik chiqamsiz, undaq qilamiz, mundaq qilamiz. Ham Peygamber Aleyhisselam'ın bir etisinde, men Allah yolu cihat qilma deb ribat shaklda ashta chiqqanimiz 40 kun deb ashta bu qayava qartilgan shu ya cho'pa. Bu 40 kun mesela buniki birisi mushu nimaga itikaf qilishning o'zi Qur'oni Karimda Peygamber Allah Taala Peygamberdan borib bismillah ashtaqqan bo'lsa-mu, buniki asli nimasi shu yerda kelib chiqqan. Chunki Musa alayhisalom çünkü Allah'ın huzurda 40 gün tuğdu degan gap, yani bütün mushu moddiy aloqa binaskarahning o'zidan rasmiy aydıp o ruhiy dunyo faqat ibodat shu tarafga o'tdi degan gap. O'tgandan keyin bu nima itikofningki bir xil ko'rinishi bo'lgan. Bu itikofning o'zi nihoyat bak nima muhim. Nimishqa? Chunki insonlarning o'zi davomli qo'lida anglab, ko'zida ko'rib turgan narsalar nojiq bo'lgan ekan, bu itibardan insanlar o'ziniki tafakkur va aqlni ishlatish va o'ylanish deydigan narsaga uni aram bermay, hech fursat bermay, andik hammada mushun o'tib ketadigan ish bor. Unda o'nkin shu adam butun dunyoda ishni hamma uzilib, andiki bir mazgul uyat tug'andan keyin rasmiy u odamniki ruhiy tarafdan bo'lgan bu tarafga eshib, andiki buniki har tarafdan ilohiy tarafdan bo'lgan har xil ashundoq nur va har qanday ilomni uzish uchun bo'lgan. Bu yer tozaludi, pokizlangan. Bu itibardan bu ishni çok qilgan gapimdi. Litamalu biha. Men shu Tevratning o'ziga amalchi qilgaysan. Tevrat degan kim? Tevrat degan nima? Tevrat mana Musa alayhissalatu vassalamga ash Misrdan ulan qutqizib kelib, undan to'g'ri Sinoga kelgan vaqtida tushgan bir ulgu tushgan. Bir ulgu tushib, shunga birlikning o'zida ba'zi olimlar deyishicha, men shunga birlik nima al-vah billikchi tushgan. Bu Tevratning o'zi umumiy bo'lib, buni muqaddas kitob deb atilib, uningki ichida andiki al-vah, suhub deydigan ashtaq qism uchun bo'linadi. Al-vahning ichida Alloh taoloninki shu Yahudlarga buyurgan 10 dona cho'ng vasiyati bor. Shu vasiyatning o'zi nima edi? O al-vahdi yoki suhubdi. Uning ichidagi Tevratga shu qaraydi deydi. Ba'zilari Tevrat o ayrım, soğuk ayrım, elvah ayrım deydi. Bunu Musa Aleyhisselam epkega vaqtida To'ri Sina'nın üzerinden muşundaq yeriq zeberjet, aşlaq, ol nime, yakut taşlan, aşlaq, o'ralgan, şunu yüzilgan muşta adeti gittiken. Muşta adeti gittiken. Qandaki Qur'oni Karimnikida unda 23 yılda tushgan emaskan, bir ulguchi bir aqli epli qo'ltoq kepla, ash qo'ltoq qisib epli gittiken. Bu Tevrat muşta tushlik. Tush. Bundan de Tevratlarniki Tevrat
şu soğuk, onunkin elvah. Onun başka Yahudilerin en mukaddes itiqat kılgan, onun başka kitaplar var. Onun Talmud. Talmud deyilgan. Bu Talmud ve onun başka yani özünün içindeki alimlerin içinden en katı dep qaragan adamlarniki fikir kitaplarımız var. Onun deydi onu protokolü Sohiyuniyat. Yani onunki alimlerin özü çıkan bir nime dep. Andaki bulanı özüki bu yılki Tevrat ve o soğupları özü kandak tilde düşkense Tevrat'ın özü şu vakti İbri tilde, kadimi Suryani tilden düşkendeydi ya İbrani, yani Yahudi'den eski tilden başta düştü deyilgan başta nime var, köz kara çoban. Bu Tevrat'ın özü açtak düşüp bununki içinde her kısım bölündemdi. Bunun tarih ehval var, onunki Musa Aleyhisselam'ın kantakkan, uyat çıkan, onu da başkan, her kıl mezmunluklar çıkar. Lakin açtak bozma, bunun da ahkam ve ahlak kandak oluşu var. Bununki esli de kandak Kur'an-ı Kerim'de tevhid vagaz boğandak, o şu özgermegen vakitteki özüdeki ehval muştak saptı. Bununki itikadı tevhid, Yahudiler'deki itikadın özü tevhid nemisiydi, o da sap itikadı, İbrahim Aleyhisselam'daki dini doğan aşağılet idi. Lakin kinki devrin üzerinde bu özgert tip anıdikken, hadir ki hata, müşridak, itikad, ibadet, her kıl hurafi nesneler, kürgüsü arkalık, şuna bu Tevrat, dep hazırki Tevrat'ın üzerine okup gitti, esli Tevrat'ın üzerine kalmadı. Kasım nahit asgap kaldı. Yani onunki mezun bir itikadi tevhid kısmı azrak var. Tevhid kısmı azrak değil. Lakin şundak bolsun mu? Meni aşağı karab biz Tevrat'ı veya bizi okup etse, oy muştak dep bak etip iş onu pasak olmaydı. O terip kişilen var. Hemiz yok aplık ketkini yok. Yani şundak bolsun özgert dep onunki üzerine her kıl şekilde vurmulap ya bir kançın evetip onu orada başkını yazıp kal işlavçı var. Bu ahilen şu ayadaki ahilen batıl arlaştırıp attığından diyen gepnin üzücü şu. Hakkı batıl arlaştırıp attığından şunda diyen gepni üzü şu açta arlaştırıp mana bu batıl olan üzün gepini Allah'ınki gepiki Musa Aleyhisselam Allah diyen gepni üzü men aş torisiladi akaga vaqtida men musho diyen gepni üzü şu Musa şu değil şu. Summet taqassumun icra. Andiken tuttonusla po nimene icil degan topak. İcil degan gapning o'zi kalınınki balısının üzerindeydi icil. Ecran. Şu deydi. Yani dekin tuttuğunuzda icilini çok ne kıldığınla tuttuğunla deydi. Yani anda bir topakki kujdi o topakni sil üçün kim Samri. Samri degan adam aş kujup yasap aşta qıpbergen bir topakni o'zi nima tuttuğunla ilah tuttuğunla. Yani ilah deb itiqad qıldığınla deydi. Endi İcil degan gapning o'zi bu nima o? İcilninki asl lug'at ma'nosi aldash degan gap bo'ladi. Buniki o'zi arab tilida kalıniki balisi o'zi icil deydi. Bu yerda ittaqastum degan gapning o'zi nima? Ya'ni unuga ibodat qildinglar, cho'qindinglar, ash nima deyat? Ash to'paqni o'zi bizni ilohimiz deb degan gap bo'ldi. Bu ikki mafluq tajovuz qilganiki tilni qatordan. Shunga yerda al ijra degandikin unidikin Imom Suyuti ilohan deb nim qildi, uni tafsir qildi. Ya'ni ikkinchi mafhum ashu demakchi. Bu icil degan nima bo'lsa, icil degan gap, ya'ni to'paq degan gap, buniki o'zi Samiri degan bir odam o'tgan. Bu Samiri degan odam o'tib, buniki ismi Musa ekan. Musa'ning bilmida. Musa'ning bilmida bu shu nimaning ishidan Musa alayhisolamga Yahudi qavmining ishidan bo'lib, bu munofiq ekan. Munofiq bo'lib, bu qandoq bo'ldi shuni Alloh taolo bo'lgan noytibak shu cho'ng bo'lib uni qildi ekan. Bular şu yerda çoğ olup ya Cibril Aleyhisselam bilen başka bir rivayette üzerinde bu Samirilik bir kabileninki işi çıkan Musa diye adam iken. Hem de Musa Aleyhisselatü Vesselam diye mındak. Musa Aleyhisselatü Vesselam'nınki isminiki üzü asli bu İbrani dili olup mu dep atılırken ikincisindeki üzü san yani şey dedikken. Bu mu diyen gapning üzü İbrani dilida su diyen gap bo'lgan. Şey diyen gapning üzü bu daraxt degan gap. Bu daraxt deb bunda qilishning o'zida Musa alayhisolatu vasallamniki opisining o'zi Fir'avnninki askarni tutib o'ltiramiz degan vaqtida uni büyük serib andikan mundaq bir savatdak bilan serib bu Nil daryosiga tashladi. Shu tashlab qo'ydi. Tashlab qo'ygandan keyin Fir'avnninki ayoli buni tepib oldi. Tepib olgandan keyin buniki ismini shunchalik Musha, ya'ni mushu suvdan nima daraxtdan nima tepilib qolgan bala
degan asos o'tgan. Andikin arab tilida shoniki o'rniga sekirib Musa deb shu atilib ketgan. Bu ajami ism. Bu arabcha ism shu emas. Hamda yeni bir ism bor. Musa deydigan. Musa deydigan gapni o'zi biz arab tilida ustura. Yani kesilgan nima, çaç algan usturun o'zi nima deydi? Musa deydi. Bu nima? Emsa, yumsi, imsaan degandan shu nima qildi undan mana Musa bo'lgandan asa, yusi, isa. Yani nima qildi? 5-ni chechib tushdi degan nimada ma'nida. Shu bu nima? Musa. Qanday o Musa chu bo'ldi demdim. Masalan, Musa bo'lgandan mesela bu nima bo'lganmidi? O yilaki vasa, yuasi bo'lgandan o'chanida bu vasayasi bo'lgandan bu chanimizda bu muttavi. Bu nima bo'ladi? Muttavi bo'ladi. Muttavi degan Pavdan lamniki barabda harflatgan muttavi bo'ladi. Bu nima? Mana vasa degan bo'lgandan ikki taraf harflatadi buningdan. Unda bo'lgandan va nima? Vasa yuasi İsa'an bo'lib bu nima qildi? Buni tushidi degan gap. Buni tushidi degan kaskishi degan gap ma'no bo'lgan Musa kishilik kishi degan buni kesib boshdan nima qiluvchi deb bu nima qildi? Bu arabcha gap. Bu nima arabcha gap? Musa degan bu ajami. Ajami gapi shu g'ayri musibchi bo'ladi. Bu herkes men Musa deb ishlatgan gaplar o'xshash emas. Endi bu ijil. İcil degan gapni o'zi hamda yeni bir rivoyatning o'zida mana bu yilqi bu Samiri bo'lgan ash Musa ekan, buning ismi ham buniki Musa ekan. Musa bo'lgan ekan, buniki bu otisiz ekan. Zinoda tug'ilgan bola ekan. Rivoyat shu. Buningda bir rivoyat ham unda emas. Shuningda endi qanday bo'lgan desa buniki opisi. Shu homildor bo'lib qolgan ekan, bu bolaning o'zi homildor bo'lib men qo'ymini qish apasa bo'lmaydi deb o'tirib apirib buni tog' egiz bir yerda apirib buni tug'di ekan. Tug'ib u yer tashladi ekan-da, tashlab ketdi ekan. Ketgandik u yer qanday qildi Allohning iltifotlari u yer perishtalar nima qilib u yerda nima qildi ekan endi. Bu bir rivoyat. U yerda andikin buni shu chog'da Jibril alayhisalom kelib u yerda buni beqib ya deydimdi. Mushunda qilishi orqali andikin u yerda chiqib cho'ng'di ekan. Bu chog'da bu andikin Jibril alayhisalomning kelgan vaqtida buniki yilq mengib bunday bir harakat nima qilsa Musa Jibril alayhisalomniki men ko'z ko'rib qolmang buni saqayganim ko'rib qoldi ekan. Ko'rgandan ha buni bir ish bor ekan deb ashta qildi ekan. Endi bu yerda bu to'poqniki mesli kelgan vaqtida bu Yahudilarning o'zi shu dengizni g'arq qilishlik oldidan Misrliklarning o'zidan o'zimiz bir to'y qildik. Voy mushtaq bir oltin kumushni berib tursan amadaq to'y qilib batib mehriga mushtaq qildik degandan hamma qilib ular 1000 shu oltin kumushni oltin bergan. Berganki o'tib berganki qanday qilishi bilan Musa alayhisalom buyrug'i bilan andaki bu chiqib buni bilan uni ep kelgan ekan. U ep kelgandan keyin bu oltinniki o'zida andaki Musa alayhisalom oyga ketgandiki bu Musa nima? Samiri buni bilib, shuna ular sen qahniki haq qo'ygandan keyin silib buniki o'zini ishlatsan bo'lmaydi deydi ekan. Degandiki bu Musa alayhisalom kelgislik mushtaq qilamiz degandan ular andiki saqlab turib, voy unda qilmaydi bir yer kub qo'ydi ekan. Kub qo'ygandek bu Samiri buni ko'rib, andiki o'ylab o'zi nima ekan hamda bu yerga shu oltinchi zagar ekan. Shu yerda 3 kunning ichida o'shada oltinni hammani ashga olib to'poq yasaydi ekan. To'poq qilib yasadi ekan, Jibril alayhisalomning mangan otniki nemsi shu mangan jonni ochdan bidrab chiqib turgan ekan, u yer to'pay oldi ekanda. To'pay oldi ekan, o'chanimizda bu aş altınni aşta to'poq qilib yasab, chunki Misrlar kalını Xudoyim deb e'tiqod qilgan vaqtda. Uni qilgandan keyin shu bilan oyat yasab bo'lgandan keyin uniki og'al to'pli oyat to'piq qilgan, "Yo" deb vaqrandan keyin shu bilan uni deydi ekan, u Samiri. Musa seni 40 kun va'da qilgan. Hozir 40 kun kelmadi. Unda o'lgan şeydi o. Unda o'g'an sizniki Xudoyim u emas, Xudoyim musho deydi. Degandikin hamma qilib uni bir qancha 100 kishining o'zi u yoqda ishlab ketdi. Shu chog'da yorug' narsa unta qilmangisi unmaydi. Bir meni unmayishda qildi. Qandikin buningdagi 2 kunning ichida ashta yasab ashta chiqqan chiqdi. Chiqqandikin uni deb vaqirgandikin bu Xudoyim mush degan bir necha odamlar biz Xudoyimiz ekan deydi. Yani demek bu milletninki ahvoli tabiiyatida mushta nachar ekan. Xudoyim ashta 40 kunning ichida qandoq kelib bu 40 kun ichida bunday bo'lib ekan. Buniki e'tiqodi 40 kun degani, ya'ni 40 kun degan gapning o'zida, 40 kecha degan gapning o'zida buni deydiganki kunduzni bir kun,
kechini bir kun qilib 20 kun bo'lg'avati 40 kun ketdi bilan kamidi deb sabringizni ozdirib bu yerda shuni andiki Musa o'lgan şeydi o. Yo'qolib ketdi hozir xabar yo'q deb opirib andi Xudoning shu deydigan gap. Degandikin ular anadikin buni nim qilgan ekan bizim Xudoyimiz deb shuni ular Musa jinoyat o'tkazdi. Jinoyat o'tkazgandiki uniki Alloh taolo buni buyuridiki Musa alayhisalom orqali buni o'ltirsin deydi. Andikin o'ltirib har xil shaklda ba'zi nimada shu nima qilmaganlar ibodat qilmaganlar ibodat qilgan o'ltirsin. Mushunda qilish orqali Alloh taolo bir bulut evatib kunni qop-qorong qilib u bir biz kim ekanini otasi balasi ashta o'ltirib ashta qilib 70 ming atrofida odamni o'ltiradi ekan. O'ltirgandan Alloh taolo buni duo bu qon tövbesi qabul qilib andiki boshqa bir hayot yashashga shu imkon yaratib bergan. Ya'ni mushtaqan bilminlar. Şu an anıdayken yani muş iş bo'lgandan Musa alayhisalom ketib bo'lgandan sizlar to'paqning o'zini qildinglar, bizning ilohimiz deb tutdinglar. Bizning Xudoyimiz deb tutdinglar. Ya'ni ba'da ziyobi ila bi adina. Ya'ni Musa alayhissalatu vassalam meni ketgandan bizningki va'da qilgan joyimizga. Va'da qilgan joyimiz nima? Meni Turi Sina. Turi Sina'ning o'ziga aşağı bağın deb aşağı qanti şurada andi ko'rishimizda degandikin amal qilib shay bo'lgan shu ketgandan andiki 40 kundan 40 kun ichida Musa alayhisalom kip bo'g'ichi qanday dindan chiqadi bular mundaq millat bu va antum zalimun sizlar mushu ilohni nim qildinglar Musa alayhisalom ketgandan ash to'paqni iloh deb tutdinglar va uki tutqa vaqtni nim qilib zolim edinglar zalim bo'lgan holatdaki yani sizniki Musa alayhisalomni shu sizni qutuldirib yiliqi Qizil dengizni o'tkazib ashla mo'zi ko'rib turib shuning bo'yicha sizlar unga ibodat qilib nemisi baqilib dinni shuktumay chimtumay uniki qarshig'ida kitib bo'g'ichi uni yenib biydamni shirk mushrik qilib ashta qonun bo'ldi o'z joyida ish shu bo'lmadi buni qarta nima qildinglar o'zing zulm qildinglar o'zing shu zulm qildinglar qandoq mana bitti g'ozi liva Nivazikum ibadette. Fi gayri mehallan. Mene şu topaqni tutqanlıq səbəbidən silniki qoyğanlığın cəhətizin ibadətni özünki gayrinin onudan. Özünki onu gayridi qoyduğuna. İbadetin əsli onu nimetten Allah'tı. Allah olmay, Allah'ınki onu olan, gayri olan topaqni onu qırıb, Xudayimiz muşudab aşağı nemi qırıb, muştaq çok qıldığına. Men muşudaq qılışı arqı özəng nemi qıldığına o yerdən zulüm çok qıldığına. Zulüm qandikin, andikin nemi qıldandikin, Allah Teala bu yer buyurup demendi kelidi, andiki bu öldürsün. Bir-birisi öldürüşüp qısın, andiki bu ötkəzgən cinayetniki tövbesi muşu deydi. Muşu deydi. Amma yerdən, andikin summa əpavna anikum. Andikin sildim biz nima qildik? Ashta qilib bo'lgandan bir o'lgishi hammani hiloq qilib qilmay, ma'lum bir qism o'lsimi, yana ma'lum bir qism o'zini afo qilib, andik sildim qildik, afo qildik. Agar Alloh taolo shunday qilgandan bir qism o'ltirib yo qolgan ummatlarga o'xshash vayron qilsa shu quvvatdi. Lekin undoq qilmay, ma'lum ibodat qilganni o'ltirib bir-birisi o'ltirishdi, qilib qolgan odamni o'z qanday qilgan ekan, uni afo qilishdi, afo qildi Alloh. Shuni afo qilgan odamniki naslidan, hey Madinadan yashayotgan Yahudilar senin şunun üstüne geldiğine. Kelgendikin silik ne buptanı bulma, mene inan bupta, alıkan inan silik mi bupta, silik vücut gelmiş şu bupta. Onda onu undaklanmay, mene Muhammed Aleyhisselam imancı etanla değil. Andikin sildin epi okulduk dikene ne diyen gel, mehavna zunubekum. Silindeki günahın üçüdük deydi. Epi diken gelmezsem üçü. Yani üçürüp bunun karşılar ibadet qilib shirk bo'lib ketgan hamma uchib hamma parti yo'q qildik degan gap. Men biraz zalik ashning ekan. Ya'ni shu tutqandan ekan. Ya'ni ash to'paqning o'zini qalin o'zi bizniki ilohimiz deb rasmiy e'tiqod qilib iloh deb e'tiqod qilib bo'lgandan ekan, ibodat qilib bo'lgandan ekan, andiki bu gunohni yo'q qilib mushtaq qildik. Qilgandan ekan nima shunday qildik? La'allakum tashkurun. Sizniki shukr qilishing uchun shu mushtaq qildik. Shukr degan nima? Shukr degan gapning o'zi, asli degan o'zi, men bir odam, yeni bir odamga in'om qilgan bo'lsa, bir ne'mat bergan bo'lsa, buning qarshi u odam hech bo'lmaydigan eng tam bo'lsin, og'zida bo'lsin rahmat deyish.
Onun başka mayada Kur'an yesimgi demişsen Allah şükür kılışın ket Allah bergen nimetke asasan Allah'ın bar bir ikilik işiniş ve Allah nemi buyurgan bolsa şunu kılış. Nemin yan doğan bolsa bunu kılış. Bu nim bolgan boladı şükür olgan boladı. Çok şu men muştaq kılışın için muştaq kılışın için biz aştaq kıldık degandikin ha qağanın üzerine hemmini yilaqqanda bizni qimmatlı degan ümmet kerak. Anda kep-kepdik. Bunun karşı biz meni Allah muştaq qandikin Allah nemi degan bolsa şunu şu kılışımız kerak. Bunun içinde muştaq payg'ambar evetibdi Muhammed alayhisalomdan Qur'onni tushirib bunun iymon etishimiz kerak degan şu gap bo'ladi. Bu şu. Ya'ni sizniki shukr qilishingizga uchun mushtaqcho qildik. Nimishqa bizniki ne'matimizga. Bizning ne'matimizga xotirsiz ashtaqcho bilan ashtaq qilishda sizga bergan ne'mat bordir. Shu ne'matning o'ziga shukr qilish uchun shu mushtaqcho apo qilib gunohingizni mushtaqcho qildik. Deb Alloh taolo mushtaqcho deydi. Wa iz atayna Musa'l kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ve yine esnanla deydi. Yeni bir nimet var. Hey Beni İsrail. Mine onu çok esnanla. Nemkale Muhammed desem onu de. Onu eslisin. Bu kavursa anıdaki ve şu vaktizde biz keltiydik biz Musa'ga kitap ne? Kitap ne mi? Tevrat. Tevrat'ı keltiydik. Kaç vakitimizde yani bununki aldıdaki aşı Tori Sina'ya gelip geldik uzak kalmayla onu talep kaldı. Men sen bir ilahi degan bolsa Rabbinga o'zniki mushu biz qanday ish qilsak to'g'ri bo'ladi ashni bir deb bir hukm tushib mushtaq bergan bo'lsa degandikin Alloh taolo shuni asosan Musa unda o'zi 70 odam erib sen Tori Sina'ga kel dedi. Kelgandagi shu vaqtida Musa alayhisalom u yer bodi 40 kun yad Allohning huzuri turdi. Shuni qolgan odamni turdi. Tuğandikin şundan nima dedi ona Alloh taolo Tevratni tushirib, emas Tevratni berib Musa azamgan. Unda valki mushu siniki odamlaring mushuning ichida butun narsalar hammasi bor. Tavhid, iymon, ibodat hammasi, axloq qanday qilish. Unda valki buningki ichida mushu narsa shu amal qilsin. Deb tushundim qonun uchangizda mushu bir kitob berdik. Men mushu bir kitob berdik. Va ina Furqon berdik. Furqon. Endi bu yerda deydi Val Furqana degan gapimizda İmam Suyutining deyishicha atbu tafsir deydi. Ya'ni kitobni berdik degan gap vav harf atfa kitobga nima atfi al Furqon kitob atib bo'ladi. Atib bo'lgandan keyin meni maktub ma kitob maktub bo'ladi. Bu yerdagi atibniki asl lug'at ma'nosimi? Bu ikki narsa degan gap bo'ldi. Ikki narsa bo'lib ma'niki nimasi ana? İki narsa bo'lib şu ikki narsa o'zi yuqoridagi hukmni bir degan gap bo'ldi. Ikki narsa. Masalan, ja Zayd va Amr desa, Zayd va Amr keldi degan gap ikki narsa bo'ldi. Bunga oxiri va'na keldi. Va'na eklishimizda qandaki va'niki oldida bo'lgan Zaydning o'ziga qanday hukm bergan bo'lsa, hukmda mamuchu birga, mamuchu ishtirok shuni o'xshash degan bo'ladi. Unda valki ikki degan gap. Bu yerda undan boshqa yin bir asl ma'nosida boshqa atib tafsir degan gap bor. Ya'ni atib tafsir degani, ya'ni nima degan gap? Yani yuqorqi vaniki oldida kelgan kelimaning o'zi bir qator mubham. Bir qator haqqa nisbatan nima mubham. Mubhamni o'zi bayon qilib, oshkorlab uni so'zlab, men uni kashf qilib, mandoq men u darsiga mandoq degan narsa bo'lsa, nima bo'ldi? Atib tafsir bo'ldi. Shu an Imom Suyuti bu yerdagi val Furqona degan gapning o'zidan nima u kitob. Ya'ni kitob degan u nimati Tavrat degan kitob Furqon edi. Ya'ni Furqon degan gap nima? Haq bilan nohaq to'g'ridan nima xato halol bilan haromniki ikkisi o'tirsa ayirib beradigan mushlar nimetda kitobdi bu xususiy tushunti degan nima bo'ladi gapchi bo'ladi. Ya'ni nima degan gap al fariqu baynal haqqi val batili val halali val harami. Ya'ni Furqon degan gap bu nima sifat mushabba. Sifat mushabba uni faraqa yafruqu Furqondan yuqorida o'qidik. Uniki sifat mushabbasi qanday qiladi? Furqon deb keladi. Furqon degan gapning o'zi nima u? Ya'ni ayiruvchi ism fa'il. Ya'ni ism fa'il mansubi bu shafaniki ayiruvchi degan gap. Ya'ni ayiruvchi degan gap ya'ni ayiruvchidir, haq bilan botil, halol bilan haromning o'ttirisini ayirib beradigan mushlar bir kitobning o'zi sang nima qildik? Mana shu berdik. Keltirdik. Keltirib sang shu berdik. Nimishqa? La'allakum tahtadun. Sizniki to'g'ri hidoyat tepishing uchun.
to'g'ri yo'lda menishi uchun mushtaq Tavratni tushirib, meni haq bilan naqni ayirib bergan mushtaq bir Tavratni kitobni tushirib mushtaq cho'q qildim. Siz mushunlar qilgan bo'lsanglar, men to'g'ri bilan botil, halol bilan haromni o'zini ayirib, qilgan ishni qil deb, qilmagan ishni qilmay mushtaq qilgan bo'lsanglar, o'chamizda to'g'ri yo'lni topgan bo'lsalar. Biz bu kitobni tushirishda, berishda bu sababdan shu badoq deydi. Endi Furqon degan gapni o'zi Imom Suyuti rahmatullohi alayhi işte ma'ni etgan. Lekin ba'zi ulamolarning ko'z qarshi bu Furqon degan bu Muhammad alayhisolamga tushgan Qur'onning o'zi shu degan bir gapim bor ekan. Chunki Tavratniki aslan Qur'oni Karimniki mazmuni nima o'xshash. O'zgarmagan vaqtning o'zidagi. Musa alayhisolam tushgan vaqtdagi o'zi nima, mush e'tiqodiy tarafdan bo'lgan nima o'xshash. Unda o'g'an ekan bu yerda kitobni ba'doq va shunda Furqon va Qur'oni Karim ba'doq deb hozirgi Qur'oni Karim Yahudi kitob qilib, shu Qur'onning o'zi ko'rdingmi? Yahudiniki Tavratning asl mazmuniga e'tiqod tarafdan o'xshaydi. Uni ham Muhammad alayhisolam ba'doq bilan Tavratni belgilamasiga Qur'onga o'xshash. Uni mushu iymoniyat degan gap bo'ladi deganda bunda qaraydi ekan. La'allakum tahtadun. Mena hidoyat topishing uchun shu kitob bilan nimadan zalolatdan. Zalolatdan to'g'ri yo'lga chiqib, ma haromkan, ma botilkan, ma xatokan, ma durust emaskan deganling uchun biz kitobni mushtaq Musa alayhisolam uchun keltirdik. Men mushuni biz sizga berdik. Men kitob tushirib Tavratni mushtaq qilsin deb sizga berdik. Bu sizga bergan eng cho'ng ne'mat. Men buni desizlar Muhammad alayhisolam bizga mushtaq berdik. Buni kim beribdi? Kim qildi? Buniki shukr asosi shukr qilsin, hidoyat topsin deb berdik. Unda o'yki buni asosan bovullarning ustiga qilsaqmi, buniki amaliyotda buni o'ziga qildik. O'zi qandikin buni nima qilsin? Men Qur'onma shu Alloh taoloning tarafidan tushgandikin buni iymonchi etsin deydi. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Yine Eslanlar. Ey Beni İsrail. Ey İsrail'in balları. Şu vaqt üzerinde Musa aleyhissalatu vesselam özünki kavmi bo'lgan, ya'ni nimaga to'paqqa ibodat qilgan. Kishilar shunda debdi. Yani bunda xos qilishi o'zi aslida Musa alayhisalom qavmining ichida u to'paqqa ibodat qilishi oldidagi Misrdan chiqqan 5-600 ming bir qancha ming odam hammasi o'sish oldi. Lekin mayada xitobga qarab İmam Suyuti bu yerda qavmidan unida am emas, xoski, ya'ni to'paqqa ibodat qilgan kishilar shu qartligan, shuning uchun nima qilgandi deganda deydi. Mana Musa alayhisalom o'ziniki qavmiga, ya'ni to'paqqa ibodat qilgan kishilar shunday qildiki, ya qavmi. Hey qavmim, jazman sizlar o'zingizga nima qildinglar? Zulm qildinglar. Qandoq? Sizniki to'paqni iloh deb tutishinglar. Yani to'paqni bizning ilohimiz deb e'tiqod qilib, unuga men e'tiqod qilib ibodat tutib, bizning xudoyimiz deb ashta qilgan sababidan siz qanday qildingiz? O'zingizni zulm qildinglar. Nima qildinglar? Siz zulm qilgan degan gapning o'zi meni ular narsa o'zlik o'rnida qilmay boshqa yerda qilish. Bu ne bo'ladi? Zulm bo'ladi. Unda lekin sizniki asli tabiatinglar men boshlab sizni mushta qilib Tursina yarim orliq chiqqan ekan, buni qarta asli ishlarga nisbatan nimati undoq emas, asli Allohga ibodat qilish. Allohga qulchilik qilishdi. Siz uni qo'yma, uniki o'sho'g'an g'ayri bo'lgan nima qildinglar? To'paqni xudoyimiz dedinglar. Ya'ni demak, bu millatniki ahvoli ajoyib. Bir tarafdan bak yerga saq nimada ko'rindi. Yin bir taraf ajoyib xurafi. Hozirgi Yahudiniki ba'zi bir e'tiqodga qarsak, onunki adam aql ko'tarmaydi. Oshunda xurafi e'tiqod var. Osh e'tiqodniki o'zini bizniki eng to'g'ri muqaddas deb, osh buncha xalqning hech qanday kori yo'q. Oshni e'tiqodga ketib qolgan bol voqilning o'zini shu cho'nqirib oshni ketib qolgan millat bu. Bu ilmiy asosda hech qanday mantiq ya aql mantiqi hech qanday o'ygun emas. Oshundoqdir bizning dinimiz deb oshni qartana o'ziniki umrini, o'ziniki vaqtini, pulini, hamma narsani berib qo'ydaydi emas boshlar. Bunda qilib qo'y.
Bu qandaq 40 kunning ichida Musa alayhisalom ayat keliman 40 kunning ichida deb birdan ketib olishib olib yiliqi bir adam bilan sap qo'ysa munofiq deydi ana o yiliqi Samirning o'zi munofiqdi ya'ni tilda men voy Musa san iymon etdim deb ammo qalbining o'zida bundaqcha etmagan. Mushligi sababi birdan shunday bo'lgan ezib ketgan. 40 kun yoki 40 oy emas yoki 40 yil emas. 40 kun ishib ishlab ketgan bular. Mushtaq bo'lgandiki siz o'zingni nima qildinglar? Zulmchi qildinglar. Zulm qandikin andikin nima deydi Musa alayhisalom? Tatubu ila bariikum. Mana tövbe qilsa nimaga? Alloh demay, sizni yaratquchi. Ya'ni yo'q yerdan bar qilgan ash zotning o'ziki, ya'ni bari nima? Xoliq. Uniki bari degan gap, xoliq degan gap, xoliq degan gapning o'zi, ya'ni bari degan gap o'zi bir narsani vujudga chiqqan bo'lsa, uniki oldida hech qanday bir o'xish yo'q narsaning o'zini vujudga chiqib paydo qilgan o'zini deydi, bara deydi. Bara deydi. Nima qildi uni? Bari deydi. Xoliq deganim am. Mayli u yaratgan narsaning o'zi, mayli uniki yuqorida bir narsa o'xish olsin yoki sababi yoki vasita orqali bunda yaratib, bunda paydo qilgan bo'lsin, hamma nima deydi uni xoliq deydi. Ma bari degan faqat uniki oldida hech qanday bir narsa o'xish yo'q, shunday badaniy shunday deydi. Yin bir moddadan sabab orqali unda vujudga chiqmay, faqatla u Allohning qudrati o'ziniki nimasini nima qilib yaratdi. Masalan, osmon va quyosh uning sistemalari. Uning boshqa mushu dunyodagi barliq mavjudotlar asli birinchi urug'i. Men buniki hech qanday biyasi yo'q. Unidiki uning uchun yaratdi deb uni bari deydi. Ammo unidikin her bir narsadagi asos urug' bo'lgandan tunch qatim uningdagi nima qildi? Mushtaq zanjir saman orqali mushtaq nima qildi? Masalan, qo'y, kala, mush ziroat, o mush nima? Qo'noq, bug'doy hammasi mushtaq qildi. Qilgandan inson mushundaq bo'ldi. Buniki o'zini yeni nima deydi? Uni xalaqakum deydi. Xalaqakum atwara. Sizni biz mushtaq har xil bosqich qilish orqali nima qildik buni? Alloh taolo mushtaq yaratdi. Deni ashla ishlashi bor. Endi bu yerda barikum deb mushtaq qilishi, bu yerda aniq ta'ni qilishi. Sizni mushtaq yo'q yerdan Alloh taolo bo'lganning o'zini mushtaq yaratgan Allohga nima qilinglar? Ibodat qilinglar. Yaratib sizni yo'q yerdan barib chiqqandan bu shukronsiz qilsangiz, mushtaq xato o'tkazgandan shu Allohga nima qilinglar? Men mushtaq zotning o'ziga tövbe qilinglar. Ya'ni barikum degan gap xoliqikum min ibadati debdi. Mana sening boringligi seni yaratqush edi, yaratgan zotga men tövbe qilinglar nimidan? Mana u Allohga ibodat qilishdan. Tövbe qilishingki boring Taologa ekan seni yaratqush edi. Mana Allohga ibodat qilishdan sen nima qilinglar? Mana uni xato ishni qilib Allohga ibodat qilmagan ekan, buni qarta shu Allohga ibodat qilib Allohga ibodat qilaman deb nima qilinglar? Tövbe qilinglar deydi. Yani seni yaratqush edi, nima desa Allohga ibodat qilishsin. Yani Allohga ibodat qilib deb nima qilishni yaratgan. Shom yaratgan. Va ma xalaqtul jinna val insa illa ya'budu degandek. Unda ekan sizga faqat yaratishning maqsad ma'qulchilik qilsin deb yaratgan ekan, shu zot bo'lgan oz zot qilib qilgan deb tövbe qilinglar. Deb boshlanib qildi dedi. Degandeki shu bilan taqtulu anfusakum. Tövbening shakli shu. Tövbening shakli shuki sizni o'zing o'ltiring deydi. Bu yerda o'zing o'ltiring deganning o'zidan bu kim o? Yani to'paqqa ibodat qilgan kishilar shu deb qaraydi. Ama boshqa kishilar emas. Degan shu bundoq. Shu oyatda yalaqi liqomihi degan gap qavmining ichidagi to'paqqa ibodat qilgan kishilar degan ne bo'ladi? Gap shu bo'ladi. Yani degan gap? Yani o'zing o'ltiringlar degan gap, yani o'ltirsin senin işinden pakiz oğunu günahkarın için öldürsün deydi. Mındak bile şeriat muştak deyip Musa Aleyhisselam devrede. Acayip iğir. Mındak. Hem de bu yerde öldürüşünün ki nemisi de her xil göz karış rivayeti var ki. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabelerikin nemisi. Bazılarına biz avayat edigen de aşıdak Allah Teala şu gündüzümüzü kapkaran bir bulut evet arqırıp ona andiken aşı bir-birisini aşıda öldürüşüp bir-birisi kimni öldürgen bolsa öldürülganın üzerine Allah Teala
o'ltirilgan o'zi man o'lpar deb uni qabul qilgan gapkan. Man o'ltirgan o'zi buni Alloh taolo man o'ltiryapti, man jinoyat o'tkazib uni o'ltirgan gap. Bu bir rivoyat ekan. Yana birisi ondikin bu yilki umumiy bal olamda, ota olamda ashta bir-birisi ko'rishmay qap-qarangda o'ltirgan. Bu bir rivoyat. Yana birisi ekan Alloh taolo jinoyat qilmaganning uchun mushtaq yeri qilish pichoqni berib, "Maqani o'ltiringlar" deb mushtaq deganti kechining o'zida. Buni ashtachi uni uchun o'ltirganti 70 ming atrofidagi bu insonlar. Shu vaqtda Alloh taolo sizniki nimangni tövbani Alloh taolo endi qabul qildi. Siz maqbul bo'ldinglar. Mana aqalning o'zini umi Allohning buyrug'iga bosib ulpadi. Macho bu o'ltirdi. Men mushtaq qildi. Deb mushtaq deydi. Mushtaq qiladi. Shu mushtaq qildi bo'ladi. Zalikum hayrul lakum inda bariikum. Men ashta o'ltirish, o'sha jinoyat o'tkazgan ekan, men yaxshidir siz uchun sizniki bari taolo tarafdan. Bari taoloning dargohida bir-birsi o'ltirish sizga nisbatan nima yaxshi. Shu mushlik uchun nima qildi buyurdi. O'ltiringlar dedi. Ya'ni demak Musa alayhissalomning zamonida men bu shariatning ahkomi pek ig'ir. Mana ularniki davrimizda biya paskini bu mesela kim keçer paskı binas mındaq tigi mındaq qilsa o'chamizda kim keçerniki o'zini kesidan gapgan. Ya bedeningizni u yush bo'lmaydi ekan, yushla pakiz bo'lmaydi ekan. Nəhayət ig'ir ashta shariatlar buluq tushibdi ekan. Mana bir odam jinoyatga xato ish qilib qo'ygan bo'lsa uni o'ltiradigan gapgan. Mushtaq qilgan. Andık tövbesi maqbul olgan. Hazırda mene tövbe qilamiz, tövbe qildim debla. Agar shariat islom bo'lgan bo'lsa, o'chamizni jinoyat o'tkazgan bo'lsa, jinoyatga tushirib andiki buni jazolab, uni tövbe bo'lgan bo'ladi. Agar unda bo'lmagan bo'lsa, andikin rasmiy odam nafratlanib, uni pushmon qilib ikkinchi ishni qilmay, yaxshi ishni qilib, buni undaqqan bo'lsa, tövbe bo'lgan bo'ladi. Bu Muhammad alayhisalom ummatiga bergan nima o? Allohning rahmati. Shu rahmatan lil alamin. Alamin degan shu. Men bu o'ltirishning o'zi sizniki bari bo'lgan Allohning dargohida siz uchun yaxshidir. Shuning bilan muvaffaq qiladi Alloh taolo sizga nimani shu ishni qilishni muvaffaq qiladi. Bir-birini o'ltirishni. Ashda qaniki bir-birisi avtomatik olmushtaq deb, andikin bulut evatdi, qop-qorong qildi, ash kechib bir-birini o'ltirish ashta qildi qorong'ida. Bola asımda bir rivoyat bor. Yeni bir sanadikin yılki günah işkan, kılmagan adamın pichaqni elib, onun uchun o'ltirdi. O'ltirib uçadı bir qarang'ida bir ish bo'ldi. Mushta reyb qilibmiz deb, mushta shu muvaffaq qildi. Shundan nima qildi ular? Uni o'ltirdi. Va evet denmeydi bakan. Va evetdi Alloh taolo sizga bir bulutli qop-qor bo'lib nima qildi? Evetdi. Nimishqa? Sizniki ba'zi ko'msin, ko'yga vaqtni qoldi uçada ish og'ritib qoldi. Voy qanday qildi bu o'ltirsan deb qoldi. Hattoki men o'ltirdi sizning ishingizdan 70 ming odam nima qildi? O'ltirdi. Mushta o'ltirdi ekan. 70 ming odam. Shuni pataba alaykum. Shundan Alloh taolo sizga tövbeni shu ato qildi. Shundan yani taba alaykum degani qabila tavbatukum. Yani sizniki mushqa ishing orqali sizning tövbeni qabul qildi degan shu bo'ldi. Innahu huvat tawwabur rahim. Meni cezmen bu Allah Taala fakat tövbeni qabul qilgan kishidir, hem rahimdir bo'lgan, ishin og'ritadigan, shundoq nimada o rahim bo'lgan, rahim bo'lgan zotdir. Shu tövbeni qabul qilib, ishin og'ritgan inson bunda qilsa bo'lmaydi deb, uni in'om qilib mushtaq qilgan bir ish bo'lgan ekan, shu mushtaq qilish orqali tövbe qilish, tövbe ata, tövbeni qildi, siz tövbeni qabul qilib mushtaqchu qildi deydi. Yana demek bulgan müştah xato ish qilgan bo'lsa-mu, lekin Alloh taolo buniki qarshiligi ig'ir bir jinoyat bo'ldi deb, buni mushtah ish qilgan. Buni mushtah qilish orqali agar u mushtah bo'lgan bo'lsa, u qolgan ummatlardagidek burungi ummatga vayron qildi. Unda qilmay mushlichi qildi. Bu muqalliq nima? Silikchi uni muqalliq rahim qildik. Uni uchun rahim qildik. Endi tövbe qilgan odamga tavab bo'ldi, qilib qolgan odamning uchun rahim bo'ldi. Rahim qiluvchi bo'ldi. وَإِذْ قُلْتُمْ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Ve yeni dağla şu vakti gapni şu essanla. Şu vakti üzerinde mukan digen idin lan. Hem Tanrı kontum digen gapni üzeri Peygamber sallamdaki devrdeki Yahuda hitap. Lekin açtaq bolsunmu bu nimaga gap seniki atanlığı dağla. Yoki atanmıştaq şu qanti degan gap. Şu vakti digen idin lan. Kim degan? Atanla. Valıkı çıkıp boğa çıktığınızda Musa bilen nima degan? Misr'ninki üzüden Kızıl Deniz'i ötüp Sina yarım arlığı için çıktığını. Nimişka? لِتَعْتَذِرُوا اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِبَادِ الْاِجِلِ وَسَمِيْتُمْ كَلَامَهُ. Min şu vakti dedin lan, Musa Aleyhisselam bilen açtak çıkıp, müştak çok çıktın lan, لِتَعْتَذِرُوا. Nimişka? Allah Teala'ga özür bayan kıgaysıdan, nimişka? Bu topakka ibadet kılıştın. Topakka ibadet kılıştın boğan, muşundaq nəzkərəhlinin özür bayan, vay biz uxmaptık, müştak kıptık, diyen, muşu vaktini cehdeden sizler, şu çat çıkıp Musa Aleyhisselam dedi ona. Ve aldığında Musa Aleyhisselam gibi şu anladı. Muşu gapni anlap, yerdeki Musa Aleyhisselam'ın aşağı kutuldurup eşkirip Kızıl Deniz'i ötküsüp, ondaki Musa Aleyhisselam'daki 70 adamla birlikte Allah'ın gapini anlap, ondaki ayağa kirip muştakçı kıldı. Muşudda kılışı arkarık, muşudda turup mu yine akıdı ma gapni şu nim kıldığına onu dedi ona. Ne mi dedi ona? Ya Musa, len nu'mine leke hatta nerallâh cehrette dedi. Hey Musa, sana her gün işelmeyimiz. Hatta ki kösetkeyse, hatta köygemiz biz Allah'ın uçuğu. Aynen şu kandaki aldığımız lazım. Kandak kösek, şunda köygende bolumuz, anındaki körümüz uçan sana iman etmiş. Bu kölmeyimiz bu, iman etmemeyini deptir etti. Muş işinki bu işi, kandak vakti boğan, benim Musa Aleyhisselatü Vesselam ulanı Kızıl Deniz'i ötküzüp, ötküzgendiyken, onun deyken, andayken Musa Aleyhisselam 70 adamını verip, beni ark torusinağı verip, Allah Teala'nınki hükmünü epkirip Tevrat'ını, şu vaktimizde bununki üzerine bülüp, ben aşıda kandayken, andayken bu işlerin üzerine, onu deyken, andayken topağını Hudayın deyip tutup, onu deyken muştak tövbüksan, muştak onu deyip, muş işini bülüp durup, onu deyken, ne dedi bu onu deyken? Mandak milletten bu. Onu deyken Allah'ın bizi kösen. Bu insan işelmeyimiz dedi mesela. Aş Adem'deki aklı yetmeyecek derecede Allah Teala çok açtan mucize verdi. Ondan başka Musa Aleyhisselam'a beni aş Yahudilerin üzerine beni Kızıl Deniz'in gelişi aldı. Mısır'daki vaktimizde her hıl nümergen Allah Teala ula balayı afet vergen. Aş pür ömgü yüzüge. Beni nimkan her hıl müştak afet, müştak musibet, her hıl müştak nesi şu bergen. Şundak nesi kerehlik ulanım kılan köygen. Şu can meydanı düşkenimi köygen. Muşu yarak sayırlan. Meni ulu kandakkan, ulu mağlup boğan hemen uqqan. Aşında okup durup, endi şunda nimetini körüp durup, andaki nimeti bulan, aşsan işenmeyemeyiz. Kaçaniki Allah'ın kösep işinmeyiz. Bomuz yok dep turval demez mi? Bu kandak kırıp bu adamın akıl ötüdü. Şunda dörtmadı milletin yüzü. Bir taraftan. Nime o dört? Yani cehretten diyen gep, ayanen diyen çok gep buludu. Yani cehre yacuru cehr deydi. Cehr degenga aşkar kıl dediğin gibi. Aşkar oldu gibi. Upuç oldu gibi. Yani mayadaki ayanen. Yani ayanen aynı. Yani közüyle aynı köyümüz. Yani közümüzden müştahlık körümüz. Köyge vaktinde andık san iman etmez. Olmaz. İman etmemiz ettirvaldı. Ne turvaldı? Pehazatkumuz saikatum. Ve entum tadurun. Şuna sını tuttu. Ben bir yukarı yükseltki bir avaz. Yani nima o sayhat, vaqirash, yani vaqirgan cho'ng bir ovoz nim qildi uçağınızda bunu bu tutdi. Tutgandan keyin shunga nim qildinglar, o'ldinglar. Mana va antum tazurun shu vaqt sizga ashtaq musibat ash vaqirab jaqirab qolgan o'lgan odam bir-birisini ashtaq ko'rishib qildinglar. Tushganda shuni qildinglar. Shuni qol vaqtida andak o'lib ketdinglar. O'lgandan keyin andakin deydi Alloh taolo summa ba'asnakum. Andakin sizni nim qildim, qo'zg'ab chiqdim. Yani tirildim deydi. Esim ba'saning o'zi bir narsa o'ltirib yoki jim turib uni qoptirib harakat qildiganning o'zini deydi arabchada ba's deydi. Bu yani nim qildim degan gap yana tirildim degan gap. Yani o'lik holat kelganda hamma nimasi uqmaygan jimmi o'lib ketdinglar.
Ölüp ketkendan keyin Alloh taolo qayta rahmat qilib, undaki silnim qildi, undaki tur dedi. Men mushunda ne'mat qildik bular deydi. Andaki tirildik biz silniki ölmangli degan. Siz ölgandan keyin hammani bir aqlim qildik, tirildik. Nima uchun? La'allakum tashkurun. Sizlar mana Allohniki sizlarga bergan, bizniki sizlarga bergan ne'matimizning o'ziga shukr qilish uchun mushtaqcha nima qildik, uni qildik. Deydi. Yana demak Alloh taolo men mushundaq in'om, ihson qilgan bir millatning o'zi, uni boshqa to'g'ri sinoga kelishligi oldida har xil Alloh taoloning qudrat va ilminiki, kuchiniki qandoq ekanligini ham qildi, buni ko'rdi. Shuningdek, Allohning mana haddidan ziyoda xorlish va ezilishdan iborat bo'lgan mustamlika va zulm ostida qolganligini o'zini buni o'zi biladi. Uniki bu yer qutib qolgan ham biladi. Shu vaqtda Alloh taolo shu Fir'avnning o'ziga qandoq azob oqibat, qandoq bir mo'jiza o'zi kelganligini bu biladi. Buni bilib de ajoyib. Shunda hech qanday kuch bidir-sidirchi qilolmaydi. Qilamagandan keyin Alloh Musa alayhisolamni payg'ambar evatdi. Ularni andikin Musa alayhisolam bir qancha yerda turib, undan uni eng va tafakkur ichib, shu bilan shu Musa alayhisolamniki yo'l yurgan uni chiqib ularni qutuldi. Qutuldiganning o'zida bu mo'jizaning o'zida ana Qizil dengiz o'tganligini ko'rdigan gap. Onu dekin Musa Aleyhisselam Allah'ın dergahına onu Tevrat ekeganini bildi. Hem bunu telem qilgan gap. Men mushundaq ahvollarni ko'rib oxirida nima qildi bular? Allohni ko'rsa, buni ishonmaymiz demasmi? Demak, buniki e'tiqodning o'zi, ishonchning o'zi faqat moddizm bo'lgan ekan, ko'zimiz ko'rganni ishimiz yotgan gap. Oldidan biz sana nima Allah'ni biz ko'rsatdi, ko'zimiz ko'rsin, bumuş ko'rmagan narsa ishonmaymiz yotgan gap. Gözümü görmezsin, bana işelmemiz. Kına Allah devatsan devatkan. Şu Allah'ını kıvatkan unuma, ne mi kılıdı ya ki örp adet yapmışlar bir iş oldu dep. Bunu kıvakan kep. Şuna bula andikin Allah'ını gazı uçurap, hemmesi bir buyrukla öldemdi. Ölgendiyken andikin bunu ne oldu andikin kaçıştırıldı. Kaçıştırıldı. Yani Allah Teala men muşundak eğer öldürüp hemen yok atkan olsa, hey peygamberdeki Muhammed Aleyhisselam zamanında Yahudiler sil şununki puştu. Eğer yo'qolib ketgan bo'lsa, shu bir o'lgan bo'lsanglar, meni Alloh taolo tirdimi? Qanday qilib silni yo'qoltinglar? Meni silni yo'qoltinglar, u chog'da sil hozirdan bunday turibchi qilmaytinglar. Silniki bor bo'lishini Alloh ular ihson qilib, bo'g'uning o'ziga in'om qilib tirildirib, anday qildi, buni pushtlisiz keldinglar. Men mushniki shukriga asosan sil qanday qilishing kerak? Men islom dini uchun ko'rishim kerak. İslamniki bir qanday ekan bu amal qilishing kerak. Muhammed Aleyhisselamga payg'ambar deb e'tirof qilib, shu odam uchun qilishing kerak, unga ishonishing kerak deb Alloh taolo mushtaqchi deydi. Nima demak? Biz mushu millatniki taqiyini bayin bir qancha var. Ajoyib Alloh taolo in'om qildi. Men bu yerda o'qidik. Shunda bir in'om qilsa, buniki o'zi tuzkor, shunda eski, shunda nachar. Chunki buniki asli tabiati mushtaq bo'lgan ekan. Buniki o'zi cho'ng, yana cho'ng payg'ambar pushti kasmi, lekin buniki xuy mushtaq. Xuy o'shtaq bo'lganligi tarixdan buyon Alloh taolo mushundaq bo'lganligi bilan vazurbat alayhim zillat va maskana. Ularniki o'ziga qandaqki chedirni bir odamning ustiga mushtaq bakt yasagandek, buniki beshida xorliq va surgundan iborat bo'lgan. Xorliq haqoratdan iborat bo'lgan. Nagini bo'lsa, chedirni bir adam ustiga urib, Başta beketgende karlık müştak gitti. Müştak kuvvetlik dedi. Digendikin emniyette. Endi hazır günümüz azımında olgan bilen, lekin yeni şunda olsun bütün insanın Yahudisi nefret edildi. Hiç kadar bir adam yaş görmeydi. Fakat onunki pulu, ya hukuki, ya ki neymi onun siyasi ornu sert bir kadar yüksek. Onda o halde hedefçi kılıdı. Buna hazır bir Yahudiniki, ahvalniki enemisi müştak bir netim mühim. Bu Yahudinin tarihini biliş gerek. Bunu karta Kur'an-ı Kerim'deki kıssaniki küpünse asasen diğerlerden muşun üstüde oldu. Onda olarken onun başkayna Yahudiniki azıp dünyadaki boğan tesiri, onunki siyasi, iktisadi, diplomat ve onun iktisat hemen neyse teknolojiyette bulucu nime alaydı ilgili ketken bir millet. Bununla hiç kadar bir milletin üzeri, bunu da hiç kadar bir halinin üzeri, bunu da ayrılıp yaşayamaydı. Şunu da İslam dininde olan Müslümanların ki, beni bulağından boğan ağırlışın üzeri tarihten bu yana bulup gelgen. Hatta İslam dinimizde bulağındaki ziyan yetkişinin üzerinde bu
Mana Osman roziyallohu taoloning zamonida qasdlab o'ltirish tatib, kunimizni keyinchilik islom dunyosi qilayotgan ziyonkashlik, odamni o'ltirish, bulash va undan boshqa ularning fikrini o'zgartirish, dinni jiroqlashtirish devatgan mush ishning hammani qilish asos oqishning birisi yahudilar. Undan keyin bunu qarab Qur'oni Karim shundoq yozib qancha kun bo'ldi o'qiyapmiz. Ya'ni sayaqulu degan ash parikachi buning üstü to'xtaldi ekan. To'xtalgandan keyin bu nima degan gap yana 100 oyat degan gap bo'ldi. Ya'ni 15 yani 10 oyatda yani 9 oy 9 sayfada mushlar tarif hamma yozilish bir aqlamayadi. Undan keyin har so'rda bor, u yerda bor, bu yerda bir qancha hamma shu deydi. Ya'ni bularniki gapi deyilmagan so'ra o nima deyilgan gapni aytib, ammo deyilmagan gap o'tmagan gap nima az. Mundaqchi. Undan keyin bu yovning o'zi ham bu yerda iloh ko'rib ketish emas. Ya'ni bularniki eskiligi. Chunki eskiligi degan gap, Xudo deb e'tiqod qilsa, uni g'ayri e'tiqod qilgan ekan, uningni boshqa buniki e'tiqodida qolgan xalqni past ko'rib, o'zi oliy ko'rish degan tushuncha bo'lgan ekan, buni kelib chiqadi. Undan keyin bunda bir millatimiz hech qanday og'riq olmaydi bu tarix ahvolini, mushtaq jo'grafiyalik va undan boshqa uniki xarakter qanday bir millat. Buning uchun o'qishimiz kerak, o'qigandan keyin uni mudofaa qo'g'dab mushtaqchi qilishimiz kerak. Bu odatki millat emas bu. İslam dünyasındaki mushalat kelishi, musulmonlarniki mushalat kelishidagi asos sabablardan birisi shu. Bu millat mayli o'zi davlat kolli devlet olsun ya kollektif olsun ya şahsi ayrım olsun zadi İslam dinimizga düşmanlık kılış en nima bununki asas gayesi. Şunu da Peygamber sallallahu net çıkarttım şu bir ders demişim ayrım atakka ayollarını suikast kılık öldürmende. Bunda bir millet o. Bununki nimizde İslam diniga bununki göz karışta İslam'a Müslümanlığa bek üş. Kur'an-ı Kerim Allah şuna deydi o. وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ مَا أَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. Mümin Müslümanlığa insanların içinden en düşman milletini Yahudi tapsa. Yahudi pek üç dedi. Yahudi üç olgan iken bekatınmay buvatkan uruşunun üzeri haplığın lazım Müslüman bilen onun oturup buvatıdı. Bekatınmay. Bayram kan. Müşidak. Bu nimişka? Ola aniki İslam dininin hakikatini bildi. Bilip aşıdak haset kılıp çıdımay nimişin müştak oldu da öşmenlik kılıp müştak katkan gel. Yaş görüp ketemdi o. Yaş yaş bulup çıkıp ketemdi o de. Doğanken bununki ahvalını bilişimiz nait pek nime mühim. Yani Allah Teala bunu müştak inankıp şu vakti bu Yahudi bildi. Medine'nin Yahudiler. Bunu anlar. Aştak durur. Hep külümüzü anlayacak bunu. Aştak kılıp dururken yine imançı etmen. Bunu del ekside andaki karşı durup bunu suikast işletip her yıl müştak yama işlik kılıp müştak kodu dendi. Müştak bir millet. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz